Assalomu alaykum. Bugun 11-shaklni chizamiz. 11-shaklni yechib oldi. O'ng tarafga yangi shakl. Yangi bet. Sol taraf. Tamam. Keyin buni qaradan bo'lsak, buniki usti, buni yumaloq, avval tub saratda kep, keyin yumaloq qilgan. Keyin osti markaz bu yerdan boshlangan. Shuning uchun keyin markaz boshlanib qurib turib metr soni 60 qalam ustiga keyin qaytirib akab yumaloq sizib ostiga ko'k silq chiqqan qadar keyin tuz qilib ustiga tuz akab tuz keyin yana aylantirib şöyle buldu. Bu artık çöktü. Bunu üçürümüz. Bunu da versek oldu. Tamam. Hem de metre sanı versek. Bu taraf 30. İkisi hiç girme. Tamam. Bunun aylanması 10. Radyosu. Bu kadar. Radyosu 10. Keyin egizligiga qanaqamiz deganda butun o'chib turib tanlaymiz. Bunun bilan bu nuqta ikkisi tuz turdi. Tamam. Endi bunun egizligi 44. Bu yoq bo'lsa 35. Bu yoq bo'lsa 30. Aylanmasi 15. Keyin bunga o'xshash buni bosamiz va bu sizni tuz qilamiz. Tamam. Keyin aylantirish bu joyni 20 milim. Yine radyosu 20. Tamam. Keyin metrni beramiz. 50 70. Tamam. Hozir bizning u birinchi shaklimiz tamam oldu. Full define oldu. Keyin buni saqlab olib, inshaalloh ata 12 dars qilamiz.